Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Xo'p, navbatdagi tunikafon xizmatimizni Namangan viloyati Norin tumani Uchtepa qishlog'ida Xudo xolasa Farhodjon akamizni xonadonlarida mana shunaqa ajoyib ko'rinishda tunikafonlarini yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xo'p, eslatib o'tamiz qadrdonlar. Dorixonalarimizga kosmoslar ham qo'yib berganmiz. Kosmosimiz narxini $155 dan ustanovkalari ichida qilib bermoqdamiz. Faqat o'zimiz tunikafon qilgan xonadonlarga. Xo'p, qadrdonlar. Tunikafonlarni pianino fasonda qilganmiz bu xonadonimizga asnovnoy. Polностью ichkari shapka, darvozaxona, ko'cha shapkalarimiz ham pianino holatda bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, pianinamiz ham o'zgacha holatda bo'lgan do'stlar. Agar sizlarga yoqsa, like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni albatta qoldirib ketinglar. Agar sizlar ham mana shunaqa chiroyli tunikafon qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol biz bilan bog'lanib, xonadoningizlarga tunikafonlarni zakaz qilsanglar bo'ladi. Eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunikamizni 135 ming so'mdan qilib berdik bu xonadonimizga. Hamda tarnovlar qo'yib berganmiz. Bu xonadonimizga uloqsiz tarnov qo'yganmiz, qadrdonlar. Uloqsiz tarnovimizni 1 metrini 70 ming so'mdan qo'yib beramiz. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol biz bilan bog'laninglar.